Hammalarga xayrli tong, xullas qaranglar, kechagina 1,5 million slif qildim, вообще slif oqib ketdi. Endi ya'ni depozit qilgandim. Keyin mana o'yinni topib oldim, Sugarush degan. Oldin o'ynamagandim, no normalni beryapti. Chotki beryapti, 20 ta dava bo'lib ketdi spin. Keyin videoga olishga qaror qildim, sizlarga ko'rsatish uchun. Xullas bu o'yinni topishinglar mumkin qayerdan? Telegram kanali bor, Instagram shapkada yoki YouTube shapkada videoni qaydab ko'rsanglar, shu kanallar shapkasiga o'tsanglar topib olasizlar. Kanaldagi promo kodlar orqali ro'yxatdan o'ting. Yutish imkoniyati 87% ga ko'payadi. Keyin qaranglar. Bunda koeffitsient oshib boraverar ekan, ya'ni x lar 4x, 5x yutgan sari mana u x lar ko'payib ketaverar ekan. Xullas 1,5 million yedimmi men kecha, bugun 3 million 900 tashladim yana. 4 million deylik, itakdalik plus minus bilan 36 million chiqib turibdi, mana xudoga shukr. Endi dam olsa bo'ladi, dushi. Ama chotki beryapti, to'g'risi. Hamma kontorada bor, Mailbet, Betwinner, kontorada, Telegram kanalidan nima bo'lsa hammasida shu o'yin bor. Sugarush deb post berasizlar, salyutga bosib. O'ynaysizdan yutish imkoni ham sizdan omadingiz keladi. Kimnidir omadi shunday keladi, kimgadir boshqada. Faqat sabr qilib chidab o'ynash kerak. Hamma narsa bittada sizga misol tars qilib bermaydi. 1-2-3 marta tarsillatib beradi, shunaqa qilib 36 ni shagrung sanab oladi.